Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Aldınqı dersimizde yaxshi amallarning farqliq bo'ladiganligi, uningki darajasininki eng yuqori, eng tuvan bo'lganlarininki bir qancha misollarni bayon qilib, oyat hadisdan dalillan buni anglatgan. Shuning yanida yana yomon amallarning mo farqliq bo'lganligi, yomon ishning, gunoh ishning mo ig'ir bo'lgan, yengil bo'lganliklarini bayon qildik. Shuning bilan yana yaxshi ishni qilish bilan u yaxshi ishni qilgan kishi yuqori martabada bo'lganligi, yomon ishni qilganlar tuvan martabada bo'lganligi degandek mushu haqda ma'lumot dars qilindi. Yani bundan keyin hamda biz başta musulmonlar evvel nima qilish kerak, yani qanday ishni to'g'ri qildi, qaysi ishni xato qildi, qaysi ishni almash qilib soldi. Yani bugungi kunda evvel nima qilish kerak, nereden boshlash kerak, ishni qaysini balli qilish kerak degan bu haqda, yani bütün derslerimizninki baş mavzusi bu. Shuning bilan hamda yaxshi amalning, yomon amalning farqliq bo'lgan, uni qilganlarning mo yani darajasi farqliq bo'lganligini bayon qilindi. Demak, yani o ish qildigan ishlar shu yuqori degandek, yani yaxshi ishlar cho'ng kichik farqliq darajasi bilan, yani savobi katta bo'lgan, tuvan bo'lgan bo'ldi. Gunoh ishlarning mo yani ig'ir gunohdan ogohlantirish uchun uning mo yani cho'ng gunoh, kichik gunoh degandek uning farqini bayon qilindi. Endi hozir bugungi kunda musulmonlar xato ketgan ishlar nima? Buningdan bir qancha misol bilan, yani hozirgi kunda, bugungi kunda almashtirayotgan ishdan, yani qilishga tegishli ishni moyoqqa qo'yib, zurul bo'lmagan ishni qilib ketganligi haqida dars qilinadi. Bu darsimizda musulmonlar bugungi kunda yani qaysi tarafga bakroq ko'ngil bilib xatolashib qolgan degan haqda. Yani insonni murakkab qilib, yani insonni qaddi-qomat bilan turg'izgan bir qancha turli narsa bor. Yani inson shaklda turishi uchun uning jismi ve onu boshqaradigan aqli, to'g'ri xatoga hukm berib, uni bildiradigan qalbi, jism bilan birlikda harakat qiladigan nafsi, ma'naviy tarafini kuchlantiradigan uning ruhi. Demak, bir qancha turli narsadan tarkib topgan bu inson. Yani bu taraflarda hammasiga o'xshash, yani tengtay holatda ko'ngil bilish lozim. Yani insonning inson bo'lib, yani musulmonning musulmonlik sifatida tek turishi uchun bu taraflarning hamma tarafiga o'zining haqqini berib, yani tengtay shaklda yapmanishi lozim. Shuning bilan bu inson bo'ldi. Demak, yani qaddi-qomatlik, sifatlik, yaxshi bir inson bo'ldi. Bununki yani qaysi tarafiga besib ketgan, qaysi tarafiga kam qolgan haqida, yani insonninki, musulmonning yaxshi bir sifatlik. Biz boshda yaxshi amal bilan yaxshi kishi bo'ladi, yomon amal bilan yomon kishi bo'ladi deb bayon qildik. Uning darajasi bilan bu insonlar farqlanadi deb. Buning uchun bu insonni yani qaddi-qomat bilan tutib turgan bir qancha turli narsaninki taraflarga o'xshash ko'ngil bilishi lozim. Buningdan yani musulmonlarninki bir tarafiga bakroq ko'ngil bilib, bir tarafini kam qo'ygan taraflardan ba'zi bir misollar berildi bugun.
insan yani cisim bilen tuğan şekildeki yani birkaç türlük taraflarga köngül bilişte okşaş köngül bilip ictimai hayatınki birkaç taraflarını yani okşaş tangtay şekilde yapmanızı lazım. Yani insan yaşamda maddi, manevi, fikri, ictimai, iktisadi, siyasi taraflarda her tarafga bağlaşıp durup yaşaydı. Onun için bu kaddi qametlik cismini bayqidek birkaç tarafiga okşaş şekilde hak verip köngül bilişilen yani bu ictimai hayattaki iktisadi, siyasi, manevi, maddi taraflarınki hem bir tarafını yani okşaş şekilde tangtay etmeniz lazım. Şuna bu hayattaki, yaşamdaki onunki her taraftan oluşup durduğun, kirişip durduğun taraflarga bu birkaç neseden murakkep olan bu insanınki yani cismininki otturhal menişi yani şu taraflarga otturhal menişqa başçılık kıldı. Bunundan bugünkü günde Müslümanlığınki köngül bilip ketken, bek haddidan artık köngül bilip ketken hata taraflardan bazı taraflar var. Bulup mu Arap dünyasında, Müslümanlar dünyasının yani İslam dünyasının yani şu Arap devletlerinde bekrak köngül bilip ketken işli var bazı taraflarda. Bu mesela insan yani Müslümanlar ilimge, ilim ügünüşke ve ügütüşke köngül bilişten bekrak yani cisimni terakki kıldırışka, cisimni rahat kılışka, köngül etişka bununla bekrak köngül bilgen. Yani köngül açıdığan işlerini cisimni talebini hal kıldığan tarafını bek köngül bilip ketken ama maneviyatını östürdüğün ilmi taraflarını kem qo'yib qo'ygan. Bugungi kundagi yoshlar nimaga bakroq ko'ngil bilib ketdi? Bu jismiy tarafda, masalan, moddiy tarafda, yani moddiy tarafga ko'ngil bilib ketgan, ya'ni jismning talabini qondirish uchun bu tarafga bakroq ko'ngil bilgan, ya'ni aqlni yetildirish bu tarafga ko'ngil bilmasdan jismni yetildirishga ko'ngil bilgan. Demek yani tenterbiyege, top oynaydıgan, başka çeniqish hareketlerge bekrak ko'ngil bilib ketken ama aqlni terakki kıldırışqa, aqlni parasitini östürüşke bununla ko'ngil bilmegen. Yani aqli nerede kaldı? Onunla hesaplaşmasdan yani cismini maharet ega qilish uchun bekrak ko'ngil bilgen. Bu hakta yani Müslümanlığınki şu cismi tarafga, maddi tarafga bekrak ko'ngil bilganligi, o manevi, ruhiy tarafga ko'ngil bilmaganligiga misol qilib deyilgan yani aytilgan beytlar bor ekan. Bu beytdan 2 beyt bayon qilmoqchi. Bu beytninki arabchisi Ya khadimul cismi kem tes'a li khidmeti atetlubur ribha mimma fihi khusranu aqbil alen nefsi ve istekmil peda ilaha fe ente bin nefsi la bil cismi insanu. Bu kaside beytni Uyg'urchaga yaxshi tarjima qilibdi. O tarjima qilguvchi, bu kitobni Uyg'urchaga tarjima qilgan kishi bu qasidani yani xuddi Uyg'urcha nayt qapini keltirib o'z eni şekilde tercüme qilibdi. Bak kelishgan yani. Bu tercüme qilguvchi tercümandan Allah razı olsun. Allah ko'p ajr ato qilsin. Yani bu beytninki tercümesi Uyg'urchada Qaçangacha yaşaysan cismin üçün cahanda, mıg-mıg ziyan işçidin tapalamsan bir payda. Kereksinin tapmıqın xislet bilen ruhingni, ruhsiz ceset adem dep atalgını bar qayda.
Davamlıq cisimning talabini qandirish uchun harakat qiladi inson. Yani azroq bir yer ağrıp qalsa, chidayolmay yugurib doktorga bordi. Kichikgina rohatni deb az jafolarga chidayolmay qoladi. Demak, yani shu jismning talabini qandirishga bakroq ko'ngil bo'ladi inson. Buning uchun sen bu jismingning talabini hal qilaman deb qachongacha yashaysiz jahonda? Davomliq seninki hayotning jismingning talabini hal qilishmi? Jismingni rahat ko'rsatishmi? Sen ma'naviyating uchun, ruhing uchunmi harakat qilishing lozim. Ya'ni sen jismingning talabini qandirman desang, bunchalar ziyonga tushib ketgan chaqda sen qanday bir uningdan bir foyda topa olaysan? Demak, ya'ni sen o'zingning ruhiy, ma'naviy tarafingni kuchlantirish uchunmi sen darhol harakatga atlanmang lozim. Yeni bir beyt bayan kılıngan başka bir kişininki. Bunun Arapçası lisanul fata nisbu ve nisbu fuadu felem yebqi illa suretel lahm ve dem. Tercümesi Adem o havala til ve yürekke onunsiz kametler kelmez gerekke. O cisme qancha yo'g'on bo'lgan bilan insonningki, ya'ni insonni diqqat qiladigan, boshqarib turadigan til va yurak, ya'ni qalb insonni boshqarib turdi. Ya'ni tilni saqlamagan biz boshda musulmonningki kamil musulmon bo'lishi uchun nima dedik? Allohga tamoman tarafdan bo'ysunish lozim. Boshqa musulmonlar uning tilini saqlash lozim dedik, ya'ni tilni saqlash lozim. Biz ba'zi gaplarni diqqat qilmaylan, ba'zi gapni qilib qo'yamiz. Bir ağız gap bilan nurg'un xatolashib ketadigan ishlar bor. Ağızga diqqat qilmoq lozim. Shunga payg'ambar alayhisalom gap qilsang yaxshi gap qil, gap qilmasang jim o'ltir degan hadisi bor. Ya'ni tilni saqlamoq lozim. Tilni, yurakni saqlayolmagan kishi u qancha jismi yo'g'on bo'lib ketsin, uning jismi ishtimaga kar kelmaydi. Onun uchun inson qalb bilan, til bilan, aql bilan inson. Ya'ni insonningki nafsi jismi tarafga tortib ketsa, bu jismning talabini hal qilish uchun mangadu xatoga tushib qolish nihoyatda ko'p ehtimolda. Agar bu nefsi ruh bilan birleşip maneviyatını östürüşke bu tarafiga mangsa qalb bunu yaxshi tarafga hukm qiladi. Buningki yaxshi tarafi martabasi yuqorishida. Demak, ya'ni maneviyati o'sadi. Dunyoda nurg'un insonlar bor. Jismi shunda yo'g'on, her tarafdan kelishgan qaddi qomatli kishilar, ammo uning aqlida, uning fikrida, uning qalbida hech qanday bir foydali narsa yo'q. O jism kar kelmaydi. Shunga Ad qavmini misol qilib Alloh subhanahu va taolo ka'annahum sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiya deb oyatda bayon qilgan. Ya'ni ular shamol bilan, qattiq shamol bilan halok qilinganda, ya'ni Alloh subhanahu va taoloninki gapiga quloq solmay payg'ambarga asiylik qilgandan keyin bular halok qilindi. Halok qilingan vaqtda buningki o'lgan o'laklarga, jasadlarga qarasang, xuddi xurmining ko'taklaridek shunday yo'g'on ko'rinadi, endi yo'g'on odamlaydi. Fahal tara lahum min baqiya. Ya'ni ulardan hech kim qolmadi. Demek şunda yo'g'on jismlik odamlarmi, ya'ni jism yo'g'on bo'lgan bilan uningki qalbida iymon yo'q, aqli to'g'ri ishlamagan bo'lg'achqa buning jismi hech nimaga kar kelmadi deb, ya'ni jismning yo'g'onligininki ahamiyati bo'lmaganligi. Demak, agar aqli bilan birlashsa, uning ma'naviyati yuqori, ruhi kuchli. Bunda bo'lsa, o vaqtda o nayt yaxshi, yani
hem cismi kuchliq, hem onun ma'naviyati kuchliq, her tarafdan her yerga yaraydigan kerakli adam bo'ldi. Agar bir tarafi bak yuqori, bir tarafi yo'qlab qolsa, vaqti kerak kelmaydi. Şuna bir kuni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'ningki bir daraxtga chiqqan bir holatini sahobalar ko'rib, buningki putiningki injiga ekanligini ko'rib bir xil ajablangan. Payg'ambar alayhisalom hammanglar Abdullah ibn Mas'udningki putiga qarab bak ajablanasizlar, puti bak injiga, ya'ni uruq sahobiy ekan bu. Buningki putiningki fazileti demek yani bununki kalbi, imanı, maneviyeti kuchli bo'lgani uchun bununki puti injigi bo'lsa-mu qiyomat kunisi naiti ig'ir vasida deb bayon qilgan. Demek yani adamninki ma'naviyati, ruhiy tarafi kuchli bo'lsa, yani jismi sal ajizroq bo'lsa-mu, demek yani bu naiti hayvalik, faydalı oldu. İki tarafı her ikisi birleşsin ait yaxşı. Demek yani manevi tarafı yok bulab qalmasıq lazım. Yani bugünkünde şu ten terbiyege, top oynaşqa naiti bek köngül bölüp ketip aqlni taraqqiy qildiradigan ilim, fazilat, ilim, ma'rifat ishliga buningga bilimga ko'ngil bilmaganlikdan, yani hozir arab dunyosida shunday to'pqa qiziqadigan bizning Uyg'ur millatida bak o'yinchoqlar emas hamda. Bu arab dunyosida, islom dunyosida o'sha top o'ynashga ko'ngil biladigan ishlar bak yuqori ekan. Muşu ten terbiye sahasida va boshqa ko'ngil ochadigan, ko'ngil o'yan tomoshalarga ko'ngil bilish naytibak ajab ketgan ish bor hozir dunyoda. Arab dunyosi naytibak xato ketildi buningda. Demak, yani bizning xalqimizdami shunda bor, yani ko'ngil ochish ishlariga naytibak ko'ngil biladigan, ammo aqlni yetildirishga ko'ngil bilmaydigan ishlar. Buningda yani dünya çempiyonlarını naiti bak tanıydı bizim bütün halk, yani İslam dünyası o başka dünyada, yani bütün insanlar çempiyonlarını, artistlarını naiti bak tanıp gittik. Nimişka şu işe bak köngül bilgenlikten. Bu kino artistlerini dese özümüzdeki milletin çıkan artistin bakrak başka milletten çıkan artistlerini, çempiyonlarını naiti bek tunuydu bizim halkımız. Demek yani asli ilim marifetini terakki kıldırılsa bütün insanınki, yani yaşam hayattaki her taraf terakki kıldı. Hayat bext saadet terapiga mağada. Nerede şu cisim tarafga ko'ngil bilib ketib, o tarafga qolib qolsa, yani insonning yashagan hayotidan davomli fasod chiqadi. Bugungi kunda dedik boshqa darslarimizda, yani her yerda ko'rsak fasod, falokat ko'ramiz. Yaxshi ishlarni ayta oz deb. Demak, musulmonlar shunday ma'naviy tarafiga ko'ngil bilmay, maddi taraf ko'ngil bilib ketganlikdan chiqqan xafalıqlar bu. Mushu maddi tarafga ko'ngil bilganlikdan mushu tanharakatchi, chempionlarni, kino artistlarini, cho'lponlarni naytibak taniydigan bo'lib ketdik. Bu ko'ngil achish so'rinlarida mashhur kishilar bo'lganligi uchun, yani bugungi kunda musulmonlar mushu ko'ngil achishga bak ko'ngil bilganlikdan chiqqan ishlar bu. Mesela bizning xalqimiz dаңlıq artist yoki chempion desek, yani ajoyib taniydigan ishlar bor. Masalan, 10-20 yılning oldida kino artistlardan o'zimizningki millatidan ashib
Hindistan'ın artistlerini Esmet Xan'ın kinolarını to'liq ko'rib, nega varsa şu aşqallada şu kichik yaşlarını ötep çoğun adamlama şunda ko'ngil bilib ketgan. Shunda tunib ketgan. Anından başqa Xitoy millatini taqnaytı maqtaydi yani. Wusung desa, Jikijin desa, şunun kinolarını acayip ko'rdigan bizningki yosh xalqimiz bolalar. Shunda bo'lib ketgan. Chet elning artistlarini tunib ketdik. Demek yani eğer muşunun onuğa yaxşı alimlarni tunib, yaxşı müətəvvər kişilərini tunib, onundan ilim hasıl qilib, fen sanat işleriga ko'ngil bilib, taraqqiy qilgan bo'lsa, yani ma'naviy tarafi bu hayotdagi bu kadar bugungi kundagidek fasodchilik tug'ilib chiqmaydi. Demek yani yaxshi bir ishlar maydonga kelgan bo'ladi. Yaqinki zamonda uzun o'tmadi bizning Uyg'ur xalqimiz yosh bolalar bek tunib ketgan o'z vaqtida, yani 12 muqamga gitar chalgan birisi chiqqan. Qarqashlar hammadan tunibdi. Onundan başqa nurg'un olimlar, nurg'un yaxshi kishilar yetishib chiqdi bizning xalqimizdan. Uni tunaydigan odam yo'q yani. Çoğunlar, konu olimlar, çoğun adamlar tunugan bo'lsa-mu, bu yangi yetishib chiqqan yaxshi, naytı chet elda o'qib kelgan, din tarafidan to'liq yetishgan, har tarafdan yetilgan, dangliq, mo'tvar kishilarni uni tunib yetmadi. Shunda çoğun şu yoshlar tunib ketgan artistlar yoki boshqa nimalardan birisi o'lib ketadigan bo'lsa, xuddi dunyo televizorda, gazetada e'lon qilib, shunda uningga matam musibat qilib ketadi. Ammo hali dangliq olimlar, doilar, siyosiylar, diniy siyosiylar nurg'uni o'lib ketdi. Uni bilgan odam yo'q. Uni shu diniy tarafga ko'ngil bilganlar bilgan, ammo bu yosh yangi o'sib bitilganlar bu tarafdan xabar yo'q. Bunda ketib qolgan. Demak, yana boy degandek dunyoda har millatdan shunda artistlar, shunda chempionlar chiqqanligini hammadan biliglik. Yaxshi nurg'un siyosiy arboblar yetishib chiqdi. Uni bilmek lazım aslında. Aslında yani almash ketgan ya bu yani. Orta Asya'da islahat elib bağan nurg'un siyosiy arboblar var. Mesela mushu yaqinki 100 yildan buyon yaxshi islahat elib bağan Sinabandag'a o'xshash, Mavdudiyga o'xshash Pokistondagi, Turkiyadagi Najmiddin Erbakan'a o'xshash mushunday yaxshi dangliq odamlar o'tdi. Jihadiy harakatda Ahmad Yasinga o'xshash. Demak, yani nurg'un yaxshi dangliq odamlar yetishib chiqdi. Buni bilish lozim aslida. Bunda odamlar bilsa, buning qilganlaridan o'rgansa, onundan keyin kerakli odam bo'lib chiqib, bu islom dunyosini kafirga tutqizib qo'ymay, o'zining huquqini tepib, elib, yashab, yani o'zining baxtini topa oladi avlodlar. Yoshlar qildigan ish bu tursa, boshqa taraf ko'ngil bilib ketganlikdan shunga musulmon yoshlarningki shunda moddiy tarafiga ko'ngil bilishga ketib qolganligidan kafirlar bundan foydalanib, bunga nayda cho'ng yo'l ochib berdi. İslam dünyasında bo'lmasin, Arab davlatlarida va boshqa bizning vatanda bo'lmasin, yani kafirlar bu ishlarni taraqqiy qildirishga aytib ko'ngil berdi. Bizda Xitoylarni o diniy taraf qat'iy yo'q. Hatto milliy shu tarafligimi yana uningga yo'l bermaydi taxi. Uyg'urligini saqlab qolsa, yani bu Uyg'ur bo'lib dangliq odamlar Uyg'urchilikda chiqib qolsa-mu bo'lmaydi. Bu diniy odamning chiqishi yoki diniy odamning to'linib qolishi buni qat'iy yo'l bermaydi. Hatto shu milliy qahramonlarning milliy shunda dangliq nimalarning yana shunda
tunulup qilishini mutlaka yani xalqning tunib qilishi yoki dunyoning shunda bir Uyg'ur millatida shunda bir nimalarningki borligini tunib qilishidimi? Shuningdan to'sab qolman deb unimi chiqamaydi endi. Demek bizning Uyg'ur xalqimiz bo'libmi, shu islomiy tarafdagi ko'ngil bilishga tegishlik, tunishga tegishlik kishilarni tunib, o'zininki yo'lini tepib bilish lozimdi. Endi bu zalim hokimiyatlar bu her yerde bor. Bizde nait haddidan oshgan zulm bor. Bular mushunda ko'ngil ochadigan taraflarga nait keng yo'l ochib berdi. Kishilarninki shaytoniy taraflarga. O'zining yani davlatninki muqimligini qo'g'dash deb bu tarafga nurg'un pul xarjlab bu tarafini bek nima ko'ngil biladi. Yani hokimlar kishilarni jismga ko'ngil bilish tarafiga pul xarjatga aşosum xarjlab uning yo'lini ochib berish bilan o'zininki hokimiyatini tutib turish uchun butun pullarni xarjlaydi. Arab dunyosida chet elda yani musulmon yashayotgan davlatlarda shunda fosiq hokimiyatlar xalqning boshiga chiqib hokimiyatga ega bo'lib olgandan keyin bu o'zininki zolim hokimiyatini davomlashtirmoq uchun bo'lishicha pul xarjlaydi. Ya'ni xalqni baxtli turmushga yetildirish uchun mangadigan yo'l yoki pul xarjlaydigan taraflar bo'lsa, buning hamma tarafini yetib oladi. Biz tarafdacha bizda Xitoy necha hassa eg'ir endi bu ishda. Demak, diniy taraf yo'q. O'zimizningki milliy urf-odatiga yo'l bermaydigan bo'lib ketdi. Ya'ni shu almash bo'lib qolgan, ya'ni pul xarjlashda, pul sarf etishda, shunda xarjlashga tegishli, rivojlantirishga tegishli ishlar nima yoqda qolib, ko'ngil bilmaydigan taraflarga pul xarjlab, onunga bak isrof buzib chechib qilayotgan bu haqda alimninki birning gapi ekan. Ma ra'aytu israfan illa va bi janibihi haqqun muda. Qayerda isrof bo'lsa, uning yanında nurg'un qilishga tegishli haqli ishlar qilib qiliqlik turdi. Menda faqirlarning haqqi qarab turdi. Uning aholidan xabar oldi ish yo'q. Mayaqda nurg'un o'rinsiz yerlarga pul xarjlanib ketib qolgan. Ya'ni bu sözge qarta yani Uyg'urcha yaxshi bir misol beribdi. Keyganliga qo'sh paypoq, keymaganlik qo'ng'altoq degan bir tamsil bor ekan. Demak, yani bo'g'ini qo'sh, bo'lmaganga yo'q. Shunda bo'lib qolgan ishlar bakjiq. Demak, yani sözümüzden oxirida biz avlodlarimizga, yoshlarga, yani cho'nglar, biz tushunmaganlarga, cho'nglar kichiklarga biz Uyg'ur millati azaldan burun munda millatdik. Biz islomni tunigan, islomni tutib kelgan qadimdan beri biz islomning hurmati bilan hurmatlik o'zimizningki musulmonligini, insoniyatini hurmat bilan davomlashtirgan. Yani İslam bilen biz baxtga erishgan, bunda adam tök İslamni yo'qotayotgandan keyin biz shundaq yani hech qanday nimasiz adam bo'lib qoldik deb buni tushuntirib, yani bizningki nima bilan adam bo'lganligimizni, nima bilan martabalik, hurmatli bo'lganligimizni, nima bilan tuvan adam bo'lib qolganligimizni buni anglatmak lazım. Yani küçük balalarımızga biz bunda çoğun adamlıydık. Kaçaniki Xitay besip aldı. Ondan keyin bizden bunda çüküldük geldi. Ondan keyin biz tüven adam bulup kaldık. Dep bunu düşündürsek bizdenki burundan tartıp aziz izzetlik, mertebelik her taraftan yaxşı itilgen bir evlatınınki balalar eşkalligimizni anlatış lazım.
biz şu Xitayga qul bo'lib qolganning bizi shundaq hani hamma tarafdan bizning yaxshi tarafimizga yo'l bermaganlikdan biz shundaq nereden qalsa bir medeniyetsiz, tüven, ahlaksız, shunday bir xil aqida qolgan millat bo'lib qoldik. Demek yani xalqninki ang seviyesi, medeniyeti eğitilip qalsa, her qandaq zulümni payqitidi. O zulümning ustida bo'lgan zulüm egalariga qarshilik ko'rsatadigan bir jur'at paydo bo'ldi. Buning uchun bizning ustimizdagi zalim Xitoylar musulmonlarningki, bizning Uyg'ur xalqimizning asli madaniyatini tepishga, o'zininki hurmatlik bir yaşamını tepishga yo'l bermay, davomli yani bizning madaniyatimizni qabul qilsangiz o'tdi deb buni tanıdı. Demek biz yani o'zimizningki qanday odam ekanligini bolalarımızga anlatish lazım, bilmaganligi bildirish lazım, Xitoyninki qanchalik past odam ekanligini bildirish lazım. Bizning xalqimiz Xitoydan madaniyat qabul qilmadi. Bizning alayda madaniyatimiz batdi, bu madaniyatni kafirlar yo'qotdi. Demek yani Xitoyning qanday odamligini hammani deb bo'lolmaymiz, yani gap chiq bu haqda. Bildiganlarni aytdi, obdan so'zlaydi bu haqda. Demek yani bizning yaqinlarimizningki og'iz bilan deb bergan gapdan, yani Xitoy yani o kadar pastki, onun pastligini madaniyat, pokizlik tarafidan yani so'g'oq suvni sip, isitib, shuning bilan yuzini yo'g'onni ko'rgan degan bu gapni anlaganmiz. Demek ki Xitoy buni qilishdan uzoq emas. Aslında hech qanday bir madaniyati bo'lmagan bir millat. Har qanday ishni qildi. Onun için biz Uyg'ur xalqimiz mo'tabar, hurmatlik, qadr-qomatlik, her tarafdan yaxshi bir avlodning bolalari, bir kishi ajdodning bolalari. Biz o'zimizningki aslini tepishimiz bizningki eng zarur bo'lgan muhim ishlarimiz. Onun için bugungi darsimizda yani yoshlar bema'ni ishlarga ko'ngil bilib ketmasdan o'zimizning ma'naviyatini o'stiradigan bu ishlarga ko'ngil bilish lozim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.